Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Usul fiqh dersimizin davamı. Əsərü duxuli təhtət təklif. Təklifnin asaq kirişinin təsirləri. Yəni, kişi mükəlləf bolğandan keyin qana təsirlər, qana nəticələr kelib çıxıdı. İzə bələğə şəxsu aqilən. Əgər bir kişi balağat yetsə və aqıllıq bolsa, məyli er bolsun yoki ayol bolsun, onunğa tövəndəki əhkamlar şərtləri bilan isbatlandı. Birinci, onunğa şər'i vacibatlar lazım oldu. Məsələn, namaz, roza və həcgə oxşaş şər'i vacibatlarni, fərzlarni o kişi qilish kerak. Əgər o kişi vacibatlarni, fərzlarni tərk etsə, haram ishlarni qilsa, günahkar buludu və axiratlik jazoga uchraydi. Jazoga tortildi. Bularning hammasida o mükəlləf bo'lmagan kishilarga o'xshamaydi. Mükəlləf bo'lmagan kishilar gunoh bo'lmaydi, jazolanmaydi. Ikkinchi, uning qilgan farz ibodatlari farz ibodat bo'lib chegiladi. Ya'ni hisob bo'ladi. Gadandan saqit bo'ladi va uni yana bir qatim qilmasin bo'ladi. Masalan, namoz va hajga o'xshash. Mükəlləf emas kishiningki aksicha. Mükəlləf emas kishi garchi haj qilgan bo'lsa-mu, kichik vaqtida mükəlləf bo'lmagan chaqda haj qilgan bo'lsa-mu, uning haji to'g'ri bo'lgan bo'lsa-mu, masalan, ammo uning farz bo'lgan haj uni saqit bo'lmaydi. Unda saqit bo'lmaydi farz bo'lgan haj. Balog'at ketgandan keyin yana bir qatim chuqum haj qilish kerak. Uchinchi, bi xilafi g'ayril mükellef. Mükellef emas kishilarningki aksicha uning barliq ish harakatlari hisob kitob qilindi. Masalan, unda had keladigan, had jazosi bor ishlarni qilib salsa, had keladi uningga. Masalan, zina qilib salsa yoki o'g'irlik qilib salsa. Yoki bir gunohsiz odam o'ldirib salgan bo'lsa, uning qisos keladi. Yoki uning bir a'zosini uzib salgan bo'lsa, yoki uni yaralandirgan bo'lsa, yoki urgan bo'lsa, uningga qisos keladi. Ish harakatlari inobat qilingandek, 4-dan uning so'zlarimi inobat qilindi, hisob kitob qilindi. Masalan, to'y qilgan bo'lsa, uning to'yi durust bo'ladi. Taloq qilgan bo'lsa, taloqimi durust bo'ladi. Nazr qilgan bo'lsa, nazrimi durust bo'ladi va iqrorlarimi durust bo'ladi. Masalan, iqror deganda, men bunchalik pul bergan, menga qarz bergan degan bo'lsa, yoki qarz olgan degan bo'lsa, shuni e'tirof qilgan bo'lsa, buni iqror deymiz. Va uningki savdo tijorat, savdo setiq, bir narsa hadiya qilish, vaqf qilish, sadaqa qilish, ariyat birib turish, bir narsa qabul qilish va bir narsa omonat qo'yish va shuning o'xshagan barliq iqtisodiy ish harakatlari, tasarrufotlari durust bo'ladi. Lekin o kishi balog'atga yetgan bo'lish bilan birga uning moliy, iqtisodiy tasarrufotlari, ish harakatlari to'g'ri bo'lish uchun rashid bo'lish kerak. Ya'ni aqli o'shi joyida, aqli komil bo'lish kerak. Agar galvang balog'atga yetgan bilan galvang pulni qanday qilishni bilmaydigan, bundaroq bo'lib qolsa, aqli kamtik bo'lsa, u chaqda yana bo'lmaydi. Agar g'ayri rashid, ya'ni hozir deb o'tgandek, aqli o'shi toza joyida emas kishi balog'atga yetsa, ya'ni buni safih deymiz. Bu kishi toki aqli o'shi joyida bo'lishlik saqlandi. Ya'ni kutimiz bu oraliqdagi uning ziyonliq bo'lgan moliya jihatdagi tasarrufotlari yoki ziyon bilan foydani o'tirib qolgan tasarrufotlarining hukmi xuddi balog'atga yetmagan kichik bolaninki hukmiga o'xshaydi. Chunki Alloh taolo shunday degan, yetimlarni sinanglar. Ya'ni yetimlar cho'ng bo'lgandan keyin ularni sinab beqinglar. Ular nikoh yoshiga yetsa, agar ulardan rushdni bayqasanglar, ya'ni aqli o'shi joyida ekanligini bayqasanglar, ularga mol-mulklarini qaytarib beringlar. Bu endi rushd bo'lishi moliyaviy jihatdagi, moliyaviy jihatdagi hukm. Ammo ibodat va jazo qatorliqlarda ularningki hukmi balog'atga yetgan aqlli kishilarnikiga o'xshaydi. Ya'ni safih bo'lgan taqdirda ham ibodat va jazo tarafda aqli sap-saq odamnikiga o'xshash. Qoida. Taklif bo'lmasligi, ya'ni mukallaf bo'lmasligi vadi'iy hukmning bo'lmasligini keltirib chiqarmaydi. Biz yuqorida bular mukallaf emas deb o'tgan insonlarga kelsak, ularningki fe'lining, ish harakatlarining yoki sifatlarining taklifi hukmning sabab bo'lib qolishini shariat cheklamaydi. Masalan, sarang birisining bir narsasini buzib qo'ysa, uni valisi uning pulini to'lab berdi, o'rnini to'liqlab berdi-ku. Masalan, fe'lni sabab qilgandan keyin bir misolni keltirsak, kichik bola boshqalarningki mashinasini buzib qo'ygan bo'lsa, yoki bir narsani buzib etgan bo'lsa, yoki bir odamni
qasddanlik bo'lsin yoki xato holda o'ldirib qo'ygan bo'lsin, bu qilgan ishlari uchun oxiratda jazolanmaydi, qisos kelmaydi. Lekin biz uningki fe'lini, ish harakatlarini to'lab berishninki vojib bo'lishining sababi qilamiz. Shuningdek, Majnun uxlab qolgan, shunga o'xshagan kishilarning hukmimi shunga o'xshash. Ya'ni masalan, biri uloq bog'lab qo'ygan yerdan qochib ketib, boshqalarning ziroatlarini vayron qilayotgan bo'lsa, buning nisbatan shu uloqning egisi gunohkor bo'lmaydi, chunki uning buning bilan aloqasi yo'q. Lekin shu uloqninki boshqalarning ziroatlarini vayron qilayotganligi sababidan ba'zi ahvollarda uni to'lab berish kerak bo'ldi. Bu babning qatoridan yana kichik bolaning mol-mulkida zakot vojib bo'ladi. Chunki zakotning vojib bo'lishi nisobning mavjud bo'lishi, ya'ni nisobga yetgan bo'lishi bilan aloqador, nisobga yetgan bo'lishi va 1 yil vaqt to'sh bilan aloqador. Kichik bolaninki cho'ng kichikligiga balog'atga yetmagan bo'lishiga munosabatsiz deb to'mali. Shundaqla uningki mol-mulkida zakatul fitrmi, fitr zakotimi lozim bo'ladi. Fitr zakotini beramiz. Ya'ni birsiga bir sifatni sabab qilishning misoli, masalan, balog'atga yetmagan bir kichik bola yoki Majnun sanab qolgan odam uningga miros keladi. Nimishqa deganda uning shu vafot etib ketgan ayolninki yo'ldoshi bo'lishi yoki uning yaqin bir tuqqani bo'lish sababidan uningga miros keladi. Ya'ni shundaqla uningki mol-mulkida ayoliga nafiqa berish kerak. Mayli u kichik bol bo'lsin yoki sarang bo'lsin, nafiqa berish kerak va agar ota-onasi namrat bo'lsa, u odam boy bo'lsa, ota-onasiga nafiqa berish kerak. 4-bob al-mahkum fihi. Al-mahkum fihi deganimiz mukallafninki ish harakatlarini ko'rsatadi. Mahkum alay degan mukallaf, al-mahkum fihi shu mukallafninki ish harakati. Shar'iy taklifiy hukm biz deb o'tgandek Alloh taolaning xitobidir. Qanday xitobi desa, biz ilgirki fasllarda bayon qilib o'tgandek, muayyan bir amallarni qilish uchun, harakatlarni qilish uchun tushunishlik bo'lgan shartlarni o'ziga to'plagan insonga qaratilgan Allohning xitobidir. Al-mahkum fihi deganimiz taklif uningga aloqador bo'lgan mukallafning fe'li harakatidir. Taklifatlar Alloh taolo tarafdan bandalarga ularning ish harakatlariga nisbatan kelgan. Bandalarningki zotiga emas, ish harakatlariga nisbatan kelgan, qaratilgan. Bu takliflarning keltirilish sababi Alloh taoloning bandalarni sinaganligi uchundir. Alloh taolo bandalarni sinab, ya'ni kim Alloh taolo itoat qiladi, ondan itoat qilganlarni Alloh jannat bilan mukofotlaydi va kim Alloh taologa osiylik qildi, ondan Alloh taolo uni jazolaydigan yerga, ya'ni do'zaxga kirgizadi. Mushni ayirish uchun Alloh taolo tarafdan kelgan sinoq imtihondan iborat. Xuddi Alloh taolo aytgandek: "Summa ja'alnakum xalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun." Ulardan keyin biz sizlarni zaminda o'rin basar qildik. Nimishqa sizlarning qanday amal qildiganliklaringizni biz ko'rish uchundir. Taklif u faqat insonning harakatida bo'ladi. Insonning harakati u mahkum fi bo'ladi. Ya'ni u yoki vojib bo'ladi, yoki harom bo'ladi, yoki mustahab, yoki makruh, yoki mubah bo'ladi. Mayli u fe'l ijobiy bo'lsin, ya'ni bunda qilma deydigan cheklama emas, bunda qil deydigan buyruqlar bor. Namoz, zakot, hajga o'xshash yoki salbiy bo'lsin, masalan, ro'zaga o'xshash, masalan, ro'zda bir narsa yema, ichma, uni qilma, buni qilma deydigan gap. Masalan, yomon ishlardan qo'l yig'ishga o'xshash. Mayli u badan a'zolarimiz qilgan bo'lsin, masalan, jihad yoki jumaga berish, jamoat namoziga chiqish yoki til bilan qilingan fe'l bo'lsin, zikr, salom qilish yoki qalb bilan qiladigan amallar bo'lsin, masalan, tasdiqlash. Va yoki bu uch turning hammasi bilan qilingan ibodat bo'lsin, ya'ni qalbning amali, badan a'zolarining amali, tilning amali mujassamlangan bir amal bo'lsin, fe'l bo'lsin. Masalan, Alloh taolo uchun namoz o'qish, Allohga shukr qilish. Alloh shukr qilganda Alloh ne'matini qalbimizdan e'tirof qilishimiz kerak, uni tilimiz bilan so'zlashimiz kerak.
alhamdulillah deb so'zlashimiz kerak. Yana shuning shukronasini ado qilishimiz kerak. Bu qoidalarga tuvandagidek usullar, tuvandagidek asoslar quriladi. Birinchi, zavatlar, ya'ni zatlar u mahkum fi emas. Ya'ni taklifat tushadigan ya emas. Navada biror shar'iy nas, mayli Qur'on bo'lsin, Qur'onning oyatlari bo'lsin yoki hadis bo'lsin, ma'lum bir zotga nisbatan bir hukmni o'z ichiga olgan bunda bir narsa bo'lib qolsa, buningdan bo'lgan maqsadni biz mushu zotga aloqador bo'lgan mukallaflarningki fe'llaridan iborat bir fe'l deb tushunishimiz kerak. Masalan, Alloh taolo sizlarga o'likning go'shti yeyish va qon harom qilindi dedi bu oyatda. Bu oyat tilga ilingan harom qilish bo'lsa, ya'ni o'likning go'shti va qonning o'ziga qarta kelgan qon harom, o'lik harom degan bo'lsa, bu amaliyotda mushu qon va mushu o'likning go'shtiga aloqador insonning fe'liga qarta kelgan hukmdan iborat amaliyotda. Shuning qator kelgan tahrim. Ya'ni u bo'lsa-mu o'likni yeyish va qonni ichishdan iborat. Ya'ni mushu ishni qilmanglar deb mushu fe'lni harom qiladi. Ya'ni insonningki o'lik hayvonning go'shtini yeyish, o'likning go'shtini yeyish yoki undan foydalanishdan harom qilishdan iborat. Ya'ni Alloh taolo shunday degan: "Sizlarga onalaringlar harom qilindi." Bu yerdagi harom qilinishdan bo'lgan maqsad onalar aloqador bo'lgan muayyan fe'l sizlarga harom qilindi. U bo'lsa-mu nikoh va nikohning boshidagi ishlardan iborat. Shunga fe'l har bir o'rinda shu o'rinning ahvoliga asosan ahvol qarta taqdir qilindi. Shunga harom qilinishni shu zotning o'ziga izofat qilish, masalan hozirgidek onalaringlar harom qilindi deyish bu majaz bobidan iborat. Ya'ni buni maqsad qilgan bilan amaliyotda onalaringlar bilan nikohlanish va uning oldidagi ishlar harom deganlikdan iborat. Masalan, yana uhilla lakum saydul bahrim deyildi. Sizlarga dengizdagi hayvonlar sizlarga halol qilindi. Dengizdagi hayvonlar sizlarga halol qilindi. Bu nima desa, dengizning hayvonlarini ovlash sizlarga halol qilindi. Yana as-sahra mubaha. Sahra mubah desa, uni egallab, undan foydalanish mubah deganlik bo'ladi. Ikkinchi, ya'ni insonning zotining o'zi u mahkum fi emas. Mukallaf bih, ya'ni taklif uningga qartilgan narsa deganimiz u shu zotga aloqador bo'lgan fe'llardan iborat. Masalan, poklanish, pokizlanish, sitr qilish va yoki zotdan sodir bo'lgan namoz, ro'zaga o'xshash ibodatlar, fe'llar. Uchinchidan, yana mukallaf fi bo'lmaydiganlari insonning toqati va qudratining doirasidan chiqib ketgan sifatlar. Ya'ni inson o'zi ijod qilishga, paydo qilishga inson o'zi qodir bo'lolmaydi. Bunda ishlar mahkum fi bo'lmaydi. Masalan, uningki qorligi, oqligi, egizligi, pakoligi, shunga o'xshagan ishlar. To'rtinchi, aqliy jihatdan mustahil, ya'ni mumkin bo'lmaydigan ishlar. Bu ishlar mukallafi emas. Masalan, bir vaqtning o'zida ikki o'rinda bo'lish yoki bir narsani ikkidan ortiq qilish yoki ikki zid qarama-qarshi narsani bir yerga aklashdan iborat. Bu shunga o'xshagan ishlar. 5. Mukallafning qudrati yetmaydigan ishlar. Masalan, tag'in yetkash yoki osmonga chiqish yoki shunga o'xshagan ishlar. Bular mahkum fi bo'lmaydi. Chunki bu ishlar inson imtihon qilgan ishlarning qatoridan hisoblanmaydi. Inson shaksiz bu ishlarni qilishdan ojiz. 6. Irodaning sirtidagi ishlar. Masalan, bu qanday ishlar deganda, insonning ixtiyorsiz yuz bergan ishlar. Masalan, nafaslanishi, ochiqlanishi, yaxshi ko'rishi, o'ch bo'lishi va ochiq tomoqni yeydigan vaqtidagi bayqagan shu ochiqlik va tatliq taomni yegandagi tatliqlik va shunga o'xshagan ishlar bular mukallafi emas. Chunki buning insonningki qudrati yetmaydi. Chunki bularni taqozo qilgan sabablarning tepilishi bilan
özligidilam tepilidi. Mishqa deganda insonninki badan yoki nafsiy jihatdagi tarkibi va insonninki yaratilish tabiatining taqozosi sababli. Agar shar'iy naslarda zohiran biror narsaga taklif qilish bundaq kelgan bo'lsa, zohirisidan shu shar'iy nasning zohirisidan shuni tushunsak, bunun bo'lgan maqsad amaliyotda shu fe'lni keltirib chiqaradigan, shu fe'lning muqaddimasini qilishni ko'rsatadi yoki bo'lmasa uningga ulashib keladigan ta'sirni kontrol qilishni ko'rsatadi. Buning misoli, masalan, muqaddimasini qilishni ko'rsatadi amaliyotda deganimiz birinchi turdikining misoli. Alloh taoloni yaxshi ko'ringlar, nimishqa sizlarga ato qilgan ne'matlari sababidan, ne'matlantirganligi sababidan Allohni yaxshi ko'ringlar degani, Allohni yaxshi ko'rishga yetish uchun uning muqaddimasini qilinglar. Ya'ni Alloh buyurganini qilib, cheklagandan yenib, Alloh itoat qilish orqali Alloh taoloni yaxshi ko'ringlar, Allohni yaxshi ko'rishning muqaddimasini qilinglar demoqchi. Ikkinchisiga misol keltirsak, la tag'dab, g'azablanma. Ya'ni achchiqlanishni odam to'smoq bo'lmaydi, kontrol qilib olmaydi. G'azablanadi, o'zligidan paydo bo'ldi, lekin g'azablangandan keyingi ta'sirni, undan kelib chiqadigan natijani kontrol qilib, ya'ni g'azablandim deb bir xatoliklarni sodir qilma, bir narsalarni buzib etmay, chiqib etmay yoki bir tasavvur qilib bo'lmay ishlarni qilsanma demoqchi. Endi 7-chi, boshqalarning fe'liga yana bir odam mukallaf emas. Yani boshqalarning fe'li yana bir odamga nisbatan mukallafi emas. Masalan, Zaydga nisbatan amirning namoz o'qishga, namozni ado qilishi Zaydga nisbatan u taklif qilinmaydi. Chunki Alloh taolo "Wala taziru waziratun wizra ukhra" bir kishi yana bir kishiningki gunohini ko'tarmaydi. Lekin inson boshqalarga o'zini boshqa nasihat qilish, uni yaxshilik buyurib, yomonlikdan to'sishga taklif qilinadi. Bu jihatdan mukallaf bo'ladi. 8-chi shar'iy taklifotlar degan mukallafga nisbatan, inson nisbatan noiti ig'ir mushaqqat bo'ladigan, mushaqqat tushadigan ishlarda taklif bo'lmaydi. Garchi u inson noiti zo'r tirishchilik ko'rsatib qila oladigan ish bo'lsa-mu, bunday ishlarga taklif tushmaydi. Bu qoidaning kelib chiqish manbasi, kelib chiqish sababi Alloh taoloning bandalarga bu ummatga qilgan fazli marhamati va rahim shafqatidan iborat. Masalan, shar'iy takliflar ichida insonning o'zini o'zi o'ltirishi yoki barliq mol dunyosini sadaqa qilishi qatorliq bunday ishlar yo'q. Odatdagi taklifotlar ba'zi sharoit ostida noit qiyin jafo mushaqqatlikni, noit qolaysizlikni, noit qiyinchilikni keltirib chiqasimi, ammo uning bilan birga yana biz ruxsat bobida ilgari so'zlab o'tgandek har xil yo'llar bilan osonlashtirish, ruxsat berish, uni qolaylashtirish uning bilan birlik keldi. Buni misol keltirsak, noit qiyinchilik qolgan bir kishi harom tomoqni yemaslik degan bu masala kelganda u taklif qilinmaydi. Uning taklifoti bekor qilindi. Mukallaf emas bu chaqda. Shundaqla majburlangan kishi o'zining jilini qo'g'dab qilish uchun kufr so'zini qalbilikini imom bilan mutmain bo'lgan holatda tilida so'zlashga ijozat berilgan. Ma anzalna alaykal qur'ana litashqa. Alloh shunday deydi. Alloh taolo shunday deydiki, biz Qur'onni senga aslida jabbo sep qo'yish uchun nozil qilmadik. Ya'ni Alloh taolo aytadiki, Alloh sizlarga osonchilikni xohlaydi, qiyinchilikni xohlamaydi. İnsan faqat o'zining toqat yetadigan ishga taklif qilinadi. Robbana va la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Ey Robbimiz, bizga bizning ilgari kishilarga yuklaganiga o'xshash ig'ir yuklarni yuklamagin. Mushu oxirgi oyat bu turdagi taklifotlarning, ig'ir taklifotlarning bizning ilgari o'tgan ummatlarga kelganligini ko'rsatib berdi. Buni Alloh taoloning payg'ambar alayhisalom Muhammad alayhisalomning haqidagi va yada'u anhum israhum val aghlal allati kanat alayhim degan bu oyati buni kuchlantirdi. Ya'ni ularning noiti ig'ir yuklarini ilgirki va ig'ir kishanlarini ulardan ilib etdi. Ammo yana bu yerdan istisno qilgan ba'zan bir muayyan taklifotlar bor. Bu taklifotlarning o'zi noit ig'ir mushaqqatlik, ammo bunda ahvoli noit oz. Bu taklifotlar taklif qilinishiga sabab bu taklifotlarni qilingandan keyin uningdan hosil bo'lgan maqsad qilgan maslahat, foyda manfaat
bu mushaqqatlardan nihoyat katta bo'lganligi uchun va bu biz iroda qilgan maslahat va foyda manfaat boshqa vasilalar bilan amalga oshmaydiganligi uchun. Masalan, jihad qilish va suv g'arq bo'lib ketgan odamni qutqizish. Suv g'arq bo'lib ketgan odamni qutqizish uchun cho'qim suvga sakrash kerak. Shuning o'xshagan ishlar. 9-qoida faqat bilinadigan ishlarga taklif bor. Chunki insonni bilmaydigan ishlar taklif qilish, buning bilan insonni sinash hosil bo'lmaydi. Hozir bilmay qolsa taklif qilmaydi dedi-ku bilmaydigan narsalarga. Ammo ba'zi olimlar, ba'zidan bilmay qolgan bo'lsa, buning sababi u agar ilm o'rganish imkoniyati bor turib, masalan, islomiy davlatda cho'ng bo'lgan, islom ellarida cho'ng bo'lgan, ammo ilm o'rganish ishlariga sal qaragan, shu sababli bilmay qolgan bo'lsa-mu, bu taklifdan cheklanmaydi. Ya'ni bunday kishi taklif qilinadi. Masalan, bir kishi zinoning harom ekanligini uqmay turib zina qilib qoldi, lekin u islomiy davlatda cho'ng bo'lgan va uning ahkomlarini o'rganish sal qaragan bir kishi. Shuning bilan bu kishi gunohkor bo'ladi va buningga zinoninki hadi jazosi keladi. Ya'ni shundaqla junub holatda namoz o'qigan kishi. Agar u kishi junublikning namozning durust bo'lishidan cheklaydigan bir mani ekanligini bilmagan bo'lsa, u odam bilgan chaqda uning qazosini qilish kerak. Eng to'g'risini Alloh taolo bilguchidir. Asli qoida jahil, ya'ni bilmagan kishi o taklif qilinmaydi. Mukallaf emas deymiz. Lekin ba'zi zohiri ahkamlarda bu kishiga mukallafga o'xshash muomala qilindi. Nimishqa deganda saddu zara'i babidan. Ya'ni u odam men bilmayman deganda da'vo qilib olib, fasodchilikni qilaverishning oldini olish uchun. To'g'risini Alloh taolo bilguchidir. Ogohlantirish, diqqat. Bu temada texim kengroq bilimga erishmoqchi bo'lgan kishi tuvandagi ostidagi kitoblarga murojaat qilsanglar bo'ldi. Amdiki o'tilgan mazmun inshaalloh shu taklif hukm bo'lsin yoki vada'iy hukm bo'lsin, biz bu hukmlarning dalillarini nadan olamiz? Bularning dalillari qaysi? Mushahid o'qtilmiz. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.